Hamma sizlarni oktagonga kirishdan oldin jang boshlab yuborishingizdan qo'rqishyapti. U hech qachon mojaro qilmaydi. Uni biror marta qanaqadir mojaro qilganini ko'rganmisan? U faqat gapiradi, u hech narsa qila olmaydi, tushunyapsanmi? Agar jangdan oldin bir xonada bo'lsangiz nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Xo'sh, agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, men o'z qadr-qimmatimni biladigan odamman va unga aytaman: "O, Chimayev, qandaysan? Salom, yaxshimisan? Shanba kuni ko'rishamiz" deyman. Lekin u aksincha asab qilardi va menga "Buyoqqa kel, bir nima qilaman, sen ayolsan, hezalaksan" deb eshikdan yugurib chiqib boshqa chechinlarni yordamga chaqiradi. Chimayev taxminan 30 kishi bilan bu jangga yetib kelgan. Senda ham kimdir bormi zaxirada? Yo'q, hech kim yo'q, chunki men qo'rqmayman, chunki men katta odamman, yosh bola emasman. Ular esa hammasi men amerikalikman, chunki menga jamoa kerak emas. Istasam hozir uni avtoturargohga chaqirib shu yerda gaplashib olishimiz mumkin va shu yerda ham men bir o'zim bo'laman. Lekin 30 ta yigitlar bilan birga keladi va nimaga o'zi kela olmaydi bilasanmi? Chunki u qo'rqoq. Men uni jang kuni polga yotqizaman. U itni Ey Chimayev, shuni bilasanmi? Ichingdagi o'sha kichkina qo'rqoq hech qayerga yo'qolib qolmaydi va men bilan u hech qachon urisha olmaydi. Shunda sen o'zing jamoangni olib kelasan 30 ta chechinni va siz diningiz orqasiga yashirinasiz va siz baringiz manjalaxsizlar. O'zi shundoq ham o'ta prinsipial qarama-qarshilikni Shon Striklandning kechagi mana bu intervyusi yana ham alangalatdi. Shonning intervyusi butun internetda aylandi. Nazarimda Shon biroz trash talkni oshirib yubordi. Chimayevni diniga tegdi, Chimayevni shaxsiyatiga tegdi. Chimayevni ham bu intervyuga o'zini reaksiyasi, javobi, tarjimasi menda tayyor turibdi. Siz ungacha like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Men uni keyinroq profilga joylayman. Mening shaxsiy fikrimga keladigan bo'lsak, Shon Strikland yaxshi jangchi, lekin Chimayev kurashini evaziga biroz favorit bo'lsa kerak. Lekin aniq endi bu jang yonadi. Tarixdagi qaysidir bir jangni yodingizga solmayaptimi bu trash talk?